boshimga mashina taqib oldim. Chunki shtob indiyskiy vibe berib turish uchun. Bugun sizlar bilan men yaxshi ko'rgan indiyskiy kinolar haqida gaplashamiz. Birinchi kino men Premning ma'shuqasiman. Hrithik Roshan va Karina Kapurning eng komediyaviy kinolaridan biri. Ikkinchisi goh shodlik, goh ham. Filmda ham menga Karina Kapur va Hrithik Roshanning obrazlari juda yoqadi. Lekin bu filmda yurakni ezadigan joylar juda ham ko'p. Bundan tashqari Bollicholia soundtrackini dunyoga mashhur qilib ketgan kinolardan biri. Va albatta tezlikning hamma qismlarini yaxshi ko'raman. Komediyaning qiziq kinolaridan. Eski versiyasidagi Hrithik Roshan, yangi versiyadagi Amir Xon ham. To'rtinchisi Uch savdoyi filmi bo'lib, bu filmni yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmasa kerak. Menimcha bu filmni eslaganlaringizda birinchi bo'lib universitet direktori Virus hamda o'sha filmning soundtracki Zubi-Dubi eslaringizga tushsa kerak. Beshinchisi Chennai Express. Bu filmni ko'rmaganlar bo'lmasa kerak. Nimagadir shu filmdagi Tangabali menga Don Ganni ayiqchilardagi tupoy trollarni eslatadi. Bu filmlarni qayta ko'rishdan erinmaydiganlar obuna bo'lishni unutmaymiz.